2026-yil Abduqodir Husanov uchun juda ham omadli keldi va bu omadning sababini men Qur'on hadisda topdim desam ishonasizmi? Videoga bitta like bosib oxirigacha ko'ring, men keltirib beraman va siz ham u oyatga amal qilsangiz, albatta muvaffaqiyatga erishasiz inshaalloh. Alloh taolo o'zining kalomida bo'ydoqlarni yoki shu mazmunda tushunsa ham bo'ladi. Agar uylanmagan bo'lsangiz, rizqingizdan xavotir olmang, uylaning. Alloh taolo o'zining fazlidan sizni boy qilib qo'yadi degan mazmunda Nur surasida oyat keltiradi. Abduqodir Husanov nima qildi? Odamlar men uchaman, men karyera qilaman deb yurgan paytda men uylanaman dedi va uylangandan so'ng uchdi. Yutuqlarini hamma ko'rib turibdi. Do'stim, xullas kalom, uylan. Agar soliha juft topishda qiynalgan bo'lsangiz, albatta mana bu duolarni o'qib yuring, inshaalloh Alloh beradi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Juda ham oson duo. Qur'onda kelgan oyat bo'lgani uchun har bir harfiga 10 tadan ajr savob ham olasiz o'qiganingizda. Dunyo oxiratingiz uchun eng kerakli duolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Assalomu alaykum.